Assalomu alaykum. Yana bir xushxabar. Ya'ni ish yurtimizdagi bir tadbirkorga nisbatan soliq audit tekshiruvi o'tkazilgan va o'rganish jarayonida ushbu tekshiruv belgilangan tartiblarga, ya'ni Soliq kodeksi va Vazirlar Mahkamasining 1-sonli qaroriga nisbatan zid ravishda o'tkazilganligi aniqlandi va bu haqda biz Biznes ombudsmanga ariza bilan murojaat qilgan edik. Demak, Biznes ombudsman vakili ushbu holatni o'rganib chiqib, haqiqatdan tekshiruvlar qonun talabiga zid ravishda o'tkazilgan deb topdi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 241(2) moddasiga asosan, ya'ni tadbirkorga nisbatan noqonuniy tekshiruv o'tkazganligi yuzasidan kim tekshiruv o'tkazgan bo'lsa, ushbu shaxsga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari miqdorida jarima jazosi qo'llanildi. Demak, sizda ham mana shunday soliq tekshiruvlari bo'layotgan bo'lsa va bu tekshiruvlarni siz asossiz va noto'g'ri deb hisoblagan bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yaqindan yordam berishga tayyormiz.